Xo'p, salomlar bo'lsin aziz qallaqlarim. Bugungi murojaatim sizlarga bo'ladi. Sal so'zlaylik. Kechasizlar arqa yoriq. Xush, aziz qallaqlarim, bugungi saligina gapi o'zini sizlarga yoqmay qolishi ham mumkin bo'lishi kerak. Neki bu narsa biz uchun vijdon, iymon, hamma narsa desak ham xato qilmaymiz, chunki bir insonning millati, bir insonning nasli, asli bo'ladi. Agar nasl asldan kechding, bilmayman, o tomonni o'zing bilasan. Aziz qallaqlarim, bugungi to'g'risini aytaman, biz murojaat qilaman sizlarga. Mana shu Qarliq bobo to'g'risiga. Chunki Afg'onistonga bir mana shu ziyoratgoh bor, Qarliq bobo deydi. Mana bugungi ahvoli, kelib yetib turgan ahvoli mana shu. Yomg'irlar yog'ib, buni hammasi mana ko'chiruv, osmon ko'rinib turibdi, chappa bo'lib. Mana shu chappa bo'lib. Bundan hozir men sizlarga a'larog'ini ham qo'yaman. Bundan a'larog'i hammalaring bilasizlar. Xo'sh, bundan a'larog'i mana buni yopiq bir Qarliq bobo bir millatning nomini, bir Qarliq millatining nomini mana shu Qarliq bobo ki 800 yil taqriban bo'ladi shu Afg'onistonga buni bir ziyoratgohi mana shu ahvolga tushgan. To'g'risi hali biron men shu chenga davr biron insonlar shu chog'ga davr biron aytgan yo'qman, pul beringa, yordam qilinga, har narsa qilgan bo'lsa, men o'zimdan qildim, o'zimni kissamdan qildim, o'zimni topganimdan qildim. Sizlardan birontalaringdan azizlarim, o'zim uchun men so'ragan yo'qman biron narsa. Bilaman, men qalliqman, millatim qalliq, men o'z millatim uchun qilaman, o'z naslim uchun qilaman, o'z aslim uchun qilaman, qilayotgan ishlarim. Shu uchun har kim yanima turdi, har kim turmadi, o'zi bildi. Bir tangana men bir tin olgan yo'qman. Agar bo'lsanga birontan pul bergan, aytingki mana men berdim senga pul deb. Bundan bir narsani avval aytib o'tamanki, ya'ni to'liqroq bo'lsin gapimiz. Bundan oldin men 10 yil ya'ni Tojikiston siyosatiga, shu harakati siyosiy 24 deydi, ya'ni 24 harakat siyosat harakatiga bir kalidi inson bo'lib siyosatga ishladim, yurdim. Hammalaring bilasizlar. Bilmagan xalq yo'q shakilma Tojikistonga. Ya'ni ki menga ko'p pul lavada nima qildilar? Nima deydi? Tojikisiga peshnihod deydi. Menga 100 martalab pullar aytdilarki, pul beraylik, mana ke kartangni berib pul beraylik. Men bilaydimki, men o'zim bilaman yurgan yo'lima, bir inson senga havoyi pul bermaydi. Xuddi Tojikistondan, boshqa joylardan hammasi akajon xizmat bo'sha bugu pullar ko'rayaka, kartata bugu biomaka pul parton, bio masrafota me parton. Ya'ni tojikka xizmat qilganimga mana shu hamma shu hattoki Rossiyaga ishlab yurgan bir oddiy ishchi odam ham
yozaydi menga, telefon qilaydi. Hali yuzlab SMSlar ham turgan. Endi men qo'ymayman ularni. Chunki ularning oilalari xatar bo'lmasin. Oddiy chuqur qazib ishlayotgan odam ham telefon qilib yozib menga, aka, kartangni ber, men senga 1000 rubl, 2000 rubl taylayman, men shu yerda mardikorman, ishlayman deb yozaydilar menga. Qarangki, tojikka agar xizmat qilsang, bir oddiy odami ham senga yozadiki, aka, kartangni ber, men bir 1000 so'm bo'lsa seni xizmat qilayotganingga, mana shu bizni himoya qilayotganingga men senga yordam qilay deb ya'ni aytaydilar bu narsani. Ko'p, xeyla ko'p aytaydilar. Lekin men birontasidan bir sariq tinam olmaydim. Men aytaydim, yo'q. O'sha menga berayotgan pulingni o'sha bir bevaga ber, bir bechoraga ber, bir mayibga ber, bir kasalga ber, bir bemorga, bir balinsaga yotgan bir niyozmanga o'sha pulni ber, o'sha 1000 so'mni. O'sha menga bergan hisob bo'ladi, begin deydi. Birtasidan ham bir sariq tin olmaydim. Lekin bugun mana shu yerga kelib, mana shu gapni aytganim ham bu ham menga oson emas. To'g'risini aytay, agar meni o'zimga aytib bo'lganim ham men sizlardan aytmaydim shu narsani. Men qarz ham olsam qilaman, qarz olib. Lekin bu narsa bizning iymoni, vijdoni, millatimiz, nomimiz, nishonimiz turgan. Mana shu Qarloq boboni maqbarasi, ziyoratgohi mana shu ahvolga kelib etgan. Buni bizlar mana shu bir dizayn ham qildilar. Hozir men sizlarga shu dizaynni ham agar malol bo'lmasa ko'rsatay. Fikr qilamanki, sizlarga xush kelib qolishi mumkin degan umiddaman, aziz qaliqlarim. Bugun biz mana shu dizaynni, mana shu maqbarani sozlash, endi bu yaniga bir masjid, bir maydaroqgina ham bo'lsa bir masjid, bir kirayotgan bir 2 ta odam, 3 ta odam bir namoz o'qib, bir musulmon odam, mo'min odam bir duo qilib, charchagan bo'lsa yo'l, bir katta yo'lni bo'yiga bu 1-2 soat damini olib o'sha yerga bir muzg'ulab ketadi yana. Shu niyatni qildik. Men to'g'risini aytaman, shu Afg'onistonimni qaliqlaridan, mana shu qaliqlarim, mana Afg'onistondagi qaliqlardan, mana shu noni bodi, yog'di, tirikchiligi og'irdi, engilli, shunga qaramasdan har birtasi, har bir uydan kuch yetguncha mana shu o'zlarini puliga 200 dan yig'dilar. Bilmayman, endi 10 dollardan bo'lsa 220 dollar bo'lsa 200, 5 dollar bo'lsa, dollarga bilmayman qancha bo'ladi, ayta olmayman. Lekin 200 o'sha afg'oni pulga har bir uydan o'shalar yig'dilar. Endi bu qalliq, bu bir Afg'onistonning qallig'i emas. Bu dunyoni mana shu har bir o'tgan qalliqlarni bir avliyosi bu. Bu insonning tarixi ko'p bir avliyo odam o'tgan. Bir avliyo qallig'i o'tgan bu. Shuning uchun ham bugun 800 yildan beriki o'sha 8 asr bo'ladi. Agar buni olib qarasak, shu qoraxonliklarni davlati butgan zamonlar kelib etadi shu. 8 asrdan beri mana shu Qarloq bobo maqbarasi turgan. Shuni 8 asrdan beri mana shu Afg'oniston qalliqlari, men har birtasini oyog'ini tagiga ta'zim qilay qallig'imniki, mana shu nomini, nishonini, o'z maqbaralarini saqlab, o'z tarixini, nishonini saqlab, loydan ham bo'lsa shuni saqlab keldilar. Lekin bugungi mana shu yomg'irlar, mana shu narsalar buni buzdi. Endi buni hali olib bir boshqa narsalarni sizlarga ko'rsatsam, muqoyisa qilsam sizlarga qattiqroq tegishi ham mumkin. Endi bir narsalarni olib bir xushroq maqbaralar qilganlar. Tarixi noma'lum narsani, o'zlaridan bir narsani to'qib bir maqbara qilganki, uni tarixi yo'q. To'qilgan tarixlarni xushroq maqbaralar qilgan. Mramordan maqbaralar qilgan. Endi
eng qimmat toshlayni. Men sizlarni aytmayman, eng qimmat toshlayni qilamiz. Biz aytamiz, mana shu bir oddiroq ham bo'lsa, bir mustahkam, baquvvatroq bir sement, bir tosh, bir g'ishtdan shu maqbarani xushro'ylab, o'sha maqbarasini ichini agar sizlarga ko'rsatsam, o'sha shuni ko'rsatay, to'g'risini aytay, ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'shani aniqini ko'rsatayda sizlarga. Endi mana yotgan joyini qaranganda, Andova shuvoq yotibdi. 800 yildan beri ki mana shuni shuvoq qiladilar-da. Endi bu meni sen millatni nomusi, tarixi, bir avliyoviz, bir insoniki dunyo zamoniga, o'sha o'z zamoniga Qarluq bobo deb tanigan bir avliyoni yotgan joyi mana shundoq loyshuvoq bo'lib yotsa, bu millatni ko'rsatib turadi-da. Bu millat kimni? Bu millat o'z tarixini, bu millat o'z qadrini shu ahvolga olib keladi ki degan savol ham paydo bo'ladi, aziz qardoshlarım. Endi men boshqa maqbaralarni sizlarga ko'rsatsam, ichlari toshlarni qarasang, eng qimmat miramil toshlardan uni yasatganlar ichlarini, girdlarini tillodan yasaganlar, panjaralar olingan, uni arzishi endi millionlab dollar bo'ladi. Endi uni aytmayman. Neki bugun kelsak agar meni sen kelganga mana shu maqbarani, shu mozorni ichini ko'rsang, shu avliyo, Qarluq avliyosi yotganini loyini ko'rsang agar, o'zi bir millatni bahosini berasanki, bu millat o'z tarixini qancha qadrlaydi degan savolga javob shu topiladi. Mana shu Qarluq millat o'z tarixini, o'z avliyosini qancha qadrlaydi deganga, shu jonim, mana shu savollaringga javob mana shu. Mana shuncha qadrlaydi loyshuvoq. 800 yil tarixda loyshuvoq qilib qo'yadilar Qarluqlar. Chunki Qarluq bugun o'z mana shu nafsiga, ishtihosiga berilib ketdi. Agarki tag'am ikkinchi savolga kelsakki, nima uchun yerlar bo'lindi, davlatlar bo'ldi, 100 yillardan milliyat bashlarni, davlat bashlarni Qarluq davlatda egasi bo'lmadi. Nima uchun Qarluq bir yerda ola olmadi deganga ham savoliga mana shu loyshuvoq javob beradi. Mana shu loyshuvoq javobini beradi. Chunki Qarluq o'zini qadrini bilmagan. Qarluq tarixini qadrini bilmagan. Qarluq millatini qadrini bilmagan. Qarluq aytadi-ku, xudkushi begona parvar, o'zinikini o'ldirib, begonalarning og'ziga suv quyib yurgan Qarluq. O'ziniki susuzdan o'lsa ham begonalarga suv berib yurgan bu Qarluqlar. Mana shu ko'rsatilgan narsa keladi, Qarluqning javobini beradi. Ki aziz Qarluqlarim, mana shu ahvolimiz. Men, sen kelamiz, mana shu ahvolimiz. Bugun o'ylaysizlarga mana shu narsani endi hamma Qarluqlar kuchi yetgani $5, $10, $20 mana shu taylab yig'iyotdilar. Men aziz Qarluqlarim, ki mana shu Rossiyaga yurgan Qarluqlarim, mana shu Xudoga shukr, hamma narsalaring bor, o'zlaringga yetadi. Afg'onistonni Qarluqlardan ko'ra sizlarning sharoitlaring, yo'llaring ochiqroq ulardan ko'ra. Ularniki hamma joy bekitilgan. Sizlarga Rossiya borasizlar, Qozog'iston borasizlar, Turkiya borasizlar, Avrupa borasizlar. Sizlarga oson, yo'llaring ochiq. Lekin bugun tarixni qadr qilish kerak. Bugun mana shunga hali men karta qo'ymayman sizlarga. Agarki biron aziz Qarluqim, nomusi bor Qarluqim, vijdoni bor Qarluqim, mana shu iymoni titratib yuborayotgan Qarluqim bo'lsa agar, o'zlaring oralaringga yig'inga, to'planinga, aytingga mana shu Qarluq boboga biz ham o'z sahmimizni qo'shamiz. Chunki bu
bizni tarixi degan savol agar sizlarga kelsa, sizlar o'z oralaringga to'planib yig'asizlar. Xo'sh, meni Facebook'im, mana shu Facebook'im bu, keyin yozsanglar, men aytamanki, qarga jo'natinglar o'zlaring. Qara jo'natinglar deb men sizlarga aytaman. Sizlar o'sha menga bermanglar pulni, meni qo'limdan bermanglar, menga kerak ham emas. Sizlar o'sha jo'natinglarki, o'sha aziz qalliqlar Afg'onistondagi ishini bepul qilyaptilar. O'zlaridan mol so'yib sadaqa qilyaptilar. Har bir qalliq borib bir dona tosh ham bo'lsa, o'zi borib ishlayapti, o'sha qiladi. O'sha materialini sotib olishga, o'sha cho'vini, taxtasini, simonini, toshini, g'ishini olishga, o'shani olib kelishga ham o'shanga pul kerak. Ki olib kelib shuni qilsalar. Agar biz ham qilmasak, yana 800 yil ham bo'lsa, 1000 yil ham bo'lsa, 1000 yil ham o'lsa, 10.000 yil ham o'tsa, meni imonim komil aziz o'sha Afg'onistondagi qalliqlarimki, mana shuni yana 800 yil loyishvoq bilan tutib keldilar. Yana 1000 yiliga loyishvoq bilan tutadilar. Agarki kuchlari yetmasa bular, g'ish olsalar, tosh olsalar, to'mir olsalar, taxta olsalar, simon olsalar, kerakli o'shanga baquvvat materialga kuchlari yetmasa, meni imonim komil ki meni aziz qalliqlarim Afg'onistondagi yana 1000 yil ham bo'lsa, mana shuni loyishvoq bilan tutib turadilar. Buni yo'qotmaydilar. Buni yo'qolgani ham qo'ymaydilar. Chunki ular asl qalliqlar. Ularni vijdoni qalliq, ularni nomusi qalliq, ularni imoni qalliq. Ular muqaddaslarini qadr qilib keladilar. Ular yana shuni loyishvoq qiladilar. Yana loyishvoqdan, yana yopib ustini loyishvoq, yana 800 yilga kerak bo'lsa, yana 1000 yil ham kerak bo'lsa, mana shuni loyishvoqdan tutadi. Neki bugun aytamanki, bu qalliqki bugun biz mana aziz qalliqlarim, mana Afg'onistondagi qalliqlar, Yevropadagi qalliqlar, har bir tavs bugun qalliqni nomini olib borib dunyoga tanishtirdik. Biz aytdik, qalliqlar 5-asrdan davlat qilib kelgan, to 13-asrga davr. Undan keyin yana xonligi, shohligi mayda-maydalar qilganlar. Qalliq bu eng tarixiy katta turkiy xalq, bu qalliqlar. Biz buni dunyoga nomini tanishtirdik. Ertaga agar bir odam bizdan aytsa-ki, qoni bir maqbara, bir tarixiy narsalaringni ko'rsating, suratlarini, videolarini oling desa, azizim, qallig'im o'laysenga, endi sen noming qalliq, millating qalliq, nomusingga keladiki, mana shuni biz videoga olib turib jahonga qo'ysakki, mana bizning tarixiy narsamiz. Mana bizni dalilimiz 800 yildan beri mana shu avliyo bobomiz mana shu yerda yotibdi degan shu dalilni olib kelsaklar, shuni ko'rsatsak, shu loyishvoqni ko'rsatsak, nima deydi bizni? Nima deb baho beradi insonlar? Aytadiki, insonni kiyimiga qarab baho beradilar. Ki u inson kimni deydi? Bir odamni uyiga borsang, uyiga qarab sharoitini baho berasan. Qanog'in gilami bo'ldi, qoni devori qanoq shuvog'i bo'ldi, qanog'in sveti bo'ldi, qoni chirog'i qanoqdi, eshigi qanoqdi. Ko'chadan o'tib ketsang agar bir havliga qarasang, o'shani katta o'sha eshigidan qarab turib bahosini berasanki, ha, bu eshigi xushro'y ekan, bu sharoiti yaxshi deb. Bir inson deb baho berasan. Neki kechirasizlar-yu, bugungi agar Tojikistonni qalliqlarni og'ilxonasi mol tutaydigan joyi bundan xushroq. G'ishdan qilingan, yo mana sement blokdan qilingan, oxirlari, shuvoqlari xushroq, usti to'mirdan yo shifrlaydan mahkamlangan
Yana sizlarni bugungi mol tutaydigan joylaring, tarixlaringdan yaxshi. Biz bu kunlar necha muloqotlar qilamiz, necha katta sozmonlarga yozamiz, xat yozamiz. Aytamiz, bizda tarixi bor, biz millatmiz, bizda avliyosi bor, bizda mana shunaqa tarixiy joylarimiz bor deganga u aytadi, qandaydi bir o'sha yerda bir suratlarini, bir videolarini qani bizga jo'nating deydi. Agar o'ylaysangiz shu loyishuvoqni jo'natsak o'shanga nima deydi? Sen millatsan deydi. 800 yillik tarixing shohvolga yotibdi deydi. O'zing javobingni topgin jonim. Bugun ko'p joylarga biz, to'g'risini aytay, shaxsan men u yotaman ko'p joylarga, mana shu tarixiy joylarim bor deyishga u yotaman. Bor deyishga u yotaman. Nimaga deganga aytadi, suratini jo'nat deydi. Qontayla suratlarini. Bu narsa ko'rsatib turibdiki 800 yil bundan allin, ya'ni xuddi shu bobo o'zi bo'lib o'lgan joyi, yotgan joyi 800 yil bo'lgan. Undan allin ham bu ko'rsatadiki, bu qalliqlar, bu hukumat qilganlar, davlat qilganlar, bu yerlarni egasi bo'lgan, mana shundoq buzurg qarliqlarni avliyolari bu yerlarga yotgan deydi. Hali bizga bunaqa yerlar ko'p, neki biz qadr qilmaganmiz. Qalliqlarni buzurglari, avliyolari ko'p. Har bir polvonlari bor. Mulla Safar polvon degan tarixi bor. Qabri yotibdi uni o'ra. O'zini zamoniga eng shohlarni polvonlarni titratgan bir dehqon polvon, bir oddiy polvon Mulla Safar degan polvon yotgan Tojikistonning yeriga. U ham 200 yil allin o'lgan, 150-200 yil allin bo'ladi o'lgan. Uni tarixi bu Mulla Safar polvonni. Ki shohlarni, polvonlarni olib kelgan tarixi bu. Neki biz mana bunoq avliyo, bunoq polvonlarni biz qadr qilmasak, azizlarim, qaysi tarixdan gapiraylik? Qaysi narsadan gapiraylik? Hozir men aytamanki, bizni falon joydagi mozorimiz ki bizni ajdodlarimiz yotgan, u bizni tarixi, bizni yeri 700-800 yil bo'lgan u mozorda, ya'ni u tomoniga ko'hnasi tag'am undan amalini o'tib ketgan mozor bobusi, yangisiga 700-800 yil bo'lgan mozorlar, qabristonlarimiz yotibdi bizda. Tariximiz desam, suratini ko'rsat desa, videosini, men nimani ko'rsatay? Changni chappa bo'lib yotgan joylarni ko'rsatay. Mana shu mardimlarni mozorlarini ko'rasan, qaysi ahvolga yasagan, chunki bu bir millatni ko'rsatadi. Bir millatni ko'rsatadi. Biz faqat qaringa uramiz, qimmat moshinga uramiz. Erta naslimiz nima bo'ladi? Biz buni o'ylamaymiz. Endi bu loyishuvoqni men ko'rsatganga bir taga tarixim 800 yildan beri mana shu avliyo, Qarluq avliyosi yotibdi. Nomini ham Qarluq bobo deb, o'zini Qarluq bobo deb tanitgan. Buni nomi boshqa narsa, yodimdan chiqdi, kechirasizlar nomi. Bir nomi bor edi. Neki o'zini Qarluq bobo avliyo deb. Buni avliyoy Qarluq bobo deydi. Qarluq bobo avliyo degan. Mana shu yotgan joy mana shu loyishuvoq bo'lib yotibdi. 800 yillik tarix loyishuvoqqa yotibdi, aziz qalliqlar. Bu mening nomusim, bu sening nomusing. Endi bugun vaqt keldiki, biz o'z tariximizni qayta tiklaylik, olib kelaylik, qadr qilaylik, himoya qilaylik. Kechirasizlar, bir UNESCOga olib borib odamlar
UNESKO'ga qayd qilyotibdilar tarixini. 800 yillik Qarliq tarixini biz o'zimiz qayd qilgani yo'qmiz. Hali UNESKO'si nara tursin. Hali biz o'zimizni ichiga qabul qila olmayotdik. O'zimiz tikla olmayotdik bu narsani. Kelib bir odam bizga bermaydi, aziz qaliqlarim. Bizning hukumati yo'q. Bizning yerimiz yo'q, hukumatimiz yo'q. Kelib bir tane hukumatni yoqasidan tutsak, aytsak, o'rtoq prezident, qon beriki o'ylaysang-a. O'tirib yura. Bularga birinchi mana bu tarixlarni tiklagin desa. Bugun biz o'zimiz har bir tavuz o'zimizni prezidentimiz. Bugun bir odam bir joyga yig'ilsa diaspora ochadi. Bu bizni diaspora deydi. Bu biz deydi. Bir rahbar qo'yadi, quloq soladi. Yig'adilar, tiklaydilar. Chiqib tilanmaydilar. O'zlari orasiga yig'adilar. Erta bir o'ligi bu, kasali bu, bemori bu, o'sha o'zlari, o'sha rahbarlari hal qiladi. Bugun sizlar qarasizlar, qaliqlar. Qachanga davr borib bir tani og'ziga qarab o'tirasizlar, u nima deydi bizga? Bugun u vaqt o'tdi jonlarim. Bugun oyoqlaring tagiga o'lay, bugun o'sha zamonki, bugun sizlarga eng bir tillo zamon kelgani, mana shu aziz qaliqlarni mana shu gazar yigitlari o'z millat, o'z huviyati uchun mana shuni maydonga chiqib haqqini oladi. Bugun sizlarni bu fursat, bu tillo zamon qoraxonliklar o'tgandan keyin birinchi marta sizlarga kelib turgan aziz qaliqlar. Sizlarni hukumat qilgan, davlat qilgan, boshlaringa yiqqan qoraxonlik, oxiron qoraxonlik zamoni bo'ldi. Bundan keyin 13-asrdan mana 21-asrga kelib birinchi marta mana shu birinchi qala mana shu qaliqlarni mana shu gazar yigitlari chiqib, birlashib, to'ra kelib o'z haqlarini tiklayotibdi. Bugun sizlarni qarzi, farzi bo'lishlaring, turishlaring, quloq solishlaring, chunki erta bu huviyatga, bu milliyatga seni ham balang yashaydi. Bu izzat seni balangni izzati. Bu izzat seni naslingni izzati. Ki bugungi mana shu aziz Afg'onistondagi qaliqlar, boshqalar bizlar birlashib, mana xuddi Pokistonning qaliqlari, Eronning qaliqlari. Bugun bizlar birlashib, biz qaliq asliyatini, tarixini qaytaramiz. Bugun kitobini yozdilar. Qaliq tarixini kitobi chiqdi. Qarliq mustanad filmi chiqdi, kinosi, ko'tay ham bo'lsa chiqdi. Bugun Qarliqning rasmi veb-saytini dunyoga mana shu qarliq.com yozsang, veb-sayti chiqadi, Qarliq ma'lumoti chiqadi, Qarliq tarixi chiqadi. Bugun bularni biz tikladiklar, qaytardik. Neki bir tangni aytmadik mana shuning chunki aziz qaliqim. Qoni o'g'oning asalayam. Bugun vaqtlaring, bugun nomuslaringni tiklash vaqt etgandan yaqin tagiga sizlar poyandoz bo'lib yotmanglar. Sizlar millatsizlar. Sizlar 5-asrdan 13-asrga davr eng katta imperator, G'azna imperatori, Qoraxonlik imperatori, Qarliq xoqonotligi, 3 Qarliq davlati eng katta imperator qurgansizlar. 3 imperator davlati bo'lgan. Ki bu tarixga bugun turk olami bunidan, bu qaliq tarixidan iftixor qilib yashayotibdi. Bugun yaningdagi O'zbekiston men qaliq nasliman deb qaliqni tarixini o'ziga tartib olyapti. Bugun usi tartadi. Har bir tas qaliq tarixidan iftixor qilib yashayapti. Sizlarchi? Kurushi kabir, surushi kabir deb yuribsizlar haliga davr. O'ylaysizlarga. Bugun vaqt keldi. Hali
Biz rasmi mana shu qalliq bir markaz shotini ochmoqchimiz. Har qalliq himmat qiladi, bir so'm o'sha bir papros ham tartasizlar. Bir nos ham chekiyotsinlar. O'sha 1 so'm 2 so'mga kuniga. Hali bir Natasha ham agar Rossiyaga bir kafe boraylik, bir restoran boraylik desa, bir diskoteka boraylik desa, olib borib turib 20 ming 30 ming rublni Natashani ayag'in tagiga ham, Natashani bir kun любими deganiga ham masraf qilyotsinlar. U Natasha bir kun любими deydi, bir kun quchog'ingga yotadi, xolos. Bu tarix erta seni naslinga obro' beradi. Bu tarix, bu farhang erta seni ming naslinga, nomiga sharaf berib keladi. Bu uchun qilmagan narsangni bir Natasha любими deganga borib ayag'in tagiga poyondoz qilganing, o'zingni pullarni chochganing, restoranga o'tkazib yedirganing, yana taksidan uni uyiga olib borganing, bir kechalik quchoq uchun Natashaga 40-50 mingni, 20 mingni, bo'lmaganiga, o'lganiga 10 mingni bir quchoq uchun beriyotsan. U senga na obro' beradi, na nom beradi, na sharaf beradi, na erta seni naslinga, farzandinga balki dog' beradi. Obro' emas, balki dog' seni farzandinga beradi ertaga. O'shaning uchun borib 10-15 mingni ayag'in tagiga to'kasan. Neki ertaga seni naslinga sharaf beradi. Naslinga ertaga obro' beray to'g'on, seni tarixing uchun sen himmat qila olmasang, aziz qallig'im, ayag'ing tagiga o'la o'zing savol begim jonim. Nima uchun biz davlat qila olmadik? Nima uchun biz Qoraqo'rg'on davlatini tikla olmadik? Nima uchun biz G'azna davlatini tikla olmadik? Nima uchun biz Qarluq xoqonotini tikla olmadik? Nima uchun davlatlar bo'lindi, hamma bordi, Stalinni allaga bilmayman, zoriladilar, yiqildilar, urushdilar, hukumat qildilar. Qalliqlar qaraydinga. Bilasizlar nima uchun? Aytdim, har bir savolga mana shu loyishuvoq javob beradi. Mana shu loyishuvoq. Chunki 800 yil mana o'shardi xalqi, mana shu maqbarani, mana shu tarixni loyishuvoqni o'zlariga ham bo'lmasa, balasiga ham kiydirmasa, 2 so'mdan ham bo'lsa to'plab, shuni birlashib, mehnat qilib, loyishuvoqni mana shu tarixni saqlab kelgan. Qolganing bir tang bilasizlar. Nima uchun bugun bizning tarixi, bizning maqbarasi nima uchun bugun marmardan qurilmaydi? Yo'qdi sizlarga qalliqlarim. Mayli, bo'lmasa ayting, yo'qding. Hech kim sizlarni aytmaydi. Shu bo'lmasa yo'qding. Xudovand barakatingni bersin qallig'im. Davlating ziyod bo'lsin. Ayag'ingni taydagi bir mashin 40-50 100 ming, 300 ming dollar turay to'g'on. $500,000 dollar turay to'g'on ayag'ing tagiga mashining bu. Uyingni qaragin, ayag'ing tagiga o'lay. Davlating ziyoda bo'lsin, uying bundan katta bo'lsin. Qasrlarga yashagin. Sen arzandasan, chunki seni tarixing, seni millating bu. Sen arzandasan shoh bo'lib yashashga, chunki sen shoh avlodlarisan. Lekin mana bu tarixingga qaragin azizim. Ayag'ing tagiga o'lay, sen bir marta qaragin qayta. Bugun vijdon qiynash kerak. Sen qasrga yot, tarixing loyishuvoqqa yotsin. Sen eng qimmat mashinlarni zangillatib minginu, seni tarixing loyishuvoq bo'lsin. Ustiga bir shuncha lapga bir marmar topolmaysan, qila olmaysan. Kuching yetmaydi, sharoiting yo'qdi. Hamma narsang bu azizim. Faqat mana bu yo'q. Mana bu o'lgan aytadi-ku, tojiklar aytadi-ku, murg'i dil murdagi deydi-ku. Mana bu o'lgan. Asliyat uchun o'lgan bu. Hissiyot yo'q. Ko'ra kelmaydi. Mana bu bo'lish kerak. Gap buni boshiga emas ekan, gap mana bu yerda. Agar mana buning urayto'g'on har bir iraging millat uchun ursa, asliyat uchun ursa, tarix uchun ursa,
Seni o'lim ham qaytara olmaydi. Seni zolim ham qaytara olmaydi. Dunyo agar muqobilingga tursa, sen o'zing qaytib tiklaysan. Chunki seni mana ko'ring, faqat o'zing uchun, millat, tarixing uchun uradi. Eng birinchi sening uchun arzish bu tarixing bo'ladi. Bu boshqa narsa emas. Qanaqaki yigitlar bir qizni yaxshi ko'radi-ku, devona bo'ladi. Otasi ham uni qaytara olmaydi, ochasi ham. Yo bir qiz bir yigitni yaxshi ko'rib qolsa, ular kerak bo'lsa o'zini jorga ham taylaydilar, suvga ham taylaydilar, dori ham osadilar o'zlarini-ku. Mana shu bo'lsa shu, bo'lmasa boshqasi kerak emas. Agar sen millating uchun shunday bir hissiyoting bo'lsa, seni allangni hech kim ola olmaydi. Dunyo agar tursin, ola olmaydi. Chunki sen uchun arzish bu tarixing, millating, asliyating. Shu uchun o'ylaysizlarga jonlarim, aziz qaliqlarim, qarga bo'lsang jonlaring omon bo'lsin. Davlatlaringga davlat qo'shilsin, uylaringga to'ylar bo'lsin. Qasrlarga yashanga, qo'sha-qo'sha mashinalarni olinga. Kunga uylaringga to'y bo'lsin, xayr bo'lsin, sadaqa bo'lsin. Hamma narsa Xudovan sizlarga yetkazsin. Lekin azizlarim, tarixga ham qaytaylik. O'zimizga ham qaytaylik. Asliyatimizga qaytaylik. Bugun Afg'onistonning qaliqlari pasportlariga mana shu loyishvoqqa ham yashasalar, chunki bular mana shu huviyatni tutuv keldilar. Bugun pasportlariga millati qalliq deb yozilyotibdi. Milliyat qarluq yozilyotibdi. Biz bo'lsa mashina orqasidamiz, karfarda orqasidamiz, diskotekaga o'tirib papros tartishda orqasidamiz, pivo qo'limizga deyishda orqasidamiz. Biz shuning uchun qolib ketdik hamma joyga. Shu uchun keldi bugun tojik keldi, qishlog'ining nomini oldi, Sayhon qildi, Rayhon qildi, yo Jayhon qildi. Sen hech narsa deya olmading. Bilasan nima uchun? Chunki sening birliging yo'q edi. Seni har bir tangni tarixing uchun, millating uchun mana bu yo'ring urmaydi. Agar u ham bilsaydi-ki sen mana bu yo'ring uradi, ertaga sen tarixingga, millatingga, nomingga tegdi. Hamma nom uchun keladi, tarix uchun birlashadi, bir mush bo'ladi. Unga hech bir inson g'ayrat qilmaydi kelib, seni qishlog'ing nomini Sayhon yo Rayhon yo Jayhon yo Boxtar yo Toxtar qilsaydi. Qila olmaydi bu narsa. Chunki dushman ham qaraydiki, sen zarga sotilasan, zevarga sotilasan, ayshi ishratga sotilasan, dushman senga o'sha tomonni ko'proq mushkulini ochib qo'yadi ki sen ketgin o'sha ayshga ket, ishratga ket, savlatga ket, davlatga ket. Baxtingni biz asta-asta olib kelamiz. Chunki sen yaxshi bugun yashaysan, erta seni o'g'ling na yerda da'vosi qila oladi, aniq sen ko'chmanchisan deb peshonangga muhringni bosib qo'yadi. Erta seni o'g'ling gapira olmaydi. Chunki bugun senga dushman yo'lni o'sha tomon ochib beradi. Seni hamma mushkulingni o'sha tomonni oson qiladi. Sen oson boy bo'l, sen oson davlat qil, oson savlat qil. Chunki sen millating o'ylamagin. Tarixingni o'ylamagin degan maqsad sizlarga ochib beradi. Sizlar o'shani ishqiga ketasizlar. Bilasizlar, Amerikaga vaqtiga zamoniga shu yevropeylar bordilar, yerni o'zlaricha kashf qildik dedi-ku. O'ra bordilar, o'zi asl o'sha Amerikani o'zini asl xalqlari, o'sha indeyslar deydi, yo qizil po'stlar deydi, ular yashaydilar. Xo'sh, ular Avropadan ko'p urush qildilar. Avropadan borgan bosqinchilar bilan ko'p urush qildilar. Ko'p zamon urush qildilar. Ular taslim bo'lmadi. Ular otlar bilan g'orlar va jorlar hamma joyda bilaydi. Ular urush qilaydi. Bularni kuchi yetmaydi. Keyin bular bilasizlar nima qildilar. Hali shuni tarixini ko'rib chiqinglar, ko'p narsani o'rganasizlar. Keyin bular bir o'sha joyda oldilar. O'sha olgan joy mayda joy. Chunki boshqa bular o'shardan narini ola olmaydilar.
Chunki har borsalar bular o'ldiradi, ular o'laydilar, ya'ni ki o'ldiradi bularni. Bular ololmadi. Keyin bular o'sha olgan joyini baquvvat qildilar. Sharob, ya'ni o'risga aytsak, mana shu oyog'i buzuq, o'ynaydigan, kechalik klublarni ochdilar, qizlarni olib bordilar. Shu kim xohlasa u qizlar bilan yotaydi. U o'sha indeyslar deydi. Ular kelib razvedka qilaydilar. Qani ya'ni qaraydilar, qani nima qilyaptilar bular. O'shalar yuboraydi, keladi, qaraydi ular. O'rga ayshi ishrat, qizlar luchchak yuribdi. Qandoq xohlasan o'shandoq o'zingni rohat qilasan. Ichish bepul, chekish bepul, yeyish bepul. Bishiryaptilar. Ke deydi, ey nara ko'radi aytadi, ke. Bereke dedi. Ke mana, ol bir sharobdan nush qil, ol mana go'shtdan yegin. Mana qiz bor dedi, kir kayf qil dedi. Kirsa qizlar o'ynayapti, gitaralar urilyapti. U o'tirdi-da aytdi, men tog'ni ichiga nima qilaman ular bilan borib dedi. Bora kayf-ku dedi. Men uchun millat nima kerak dedi. Men ana boshga bir par bog'lagan cholli ketdan yuraveraman dedi. Bu yerga kelsam bu kayf. Aroq bor, sharob bor, yeyish bor, qiz bor, o'ynayapti, qizlar luchchak, ayshi ishrat. U keyin uni qo'yib berdilar. 1-2 kun kayf qilgandan keyin aytdi, bugun qolganiga ham aytdimlar, kelsin kayf qilsinlar dedi. Bu yerda biror narsa yo'q. Biz sizlarga dushmanlik qilmaymiz. Keling kayf qilinga dedi. Nima farqi bor? Ularni qolganlari keyin u borib turib qolganini ham etalab keldi. Shuni tarixini o'qing. U qolganini talab keldi, kim boramiz dedi. U kalasga par bog'lagan chol rahbarimiz yotibdi dedi. Nima qilasan? Kechalari bular qochib keldilar-da, bu yerga kayf qilgan. Bular bilan qo'shilgan. Bu keldi bularga aysh ishrat ichadi, yeydi, qiz bor, qandoq xohlasa. O'shaning uchun men aytganman hali bir nimaga hamki, Amerikani bugungi yerini urushdan olmaganlar-da. Mana shu kayfdan olganlar u yerda. Qanchaki shu kayf qilaverdi, ular o'shancha bunga berildilar, sotildilar bu yerda. Xo'sh, ularni keyin hammasini olib keldilar kayfga, ko'p joyga. Bilasizlar nima qildilar? Ichirdilar, qizlarni qo'llariga yorog'ni berdi, bir-biri bilan urush qildirdilar. Ular o'zlari bir-birini urdilar. Hali bu narsalarning ko'pini shoyat sizlar ahamiyat bermagansizlar. Dunyodagi eng yomon yorug' atom bombasidan ham yomonrog'i bu kayf. Mana sening uchun ochiladi kayf. Borasan, yeyishing bu, qiz, diskoteka, o'yin, sharob, hamma narsa, sharoit, pul senga ochib beradi, uy qil deydi. Qasr qil, yashayvegin deydi. Tijoratingni ochib beradi, yo'lingni ochib beradi. Qil deydi. Chunki sen ishqi kayfga berilib, bu molga berilgandan keyin sening uchun boshqa bu tarixing, milliyating, bu narsang arzishi ketadi. Sen ahamiyat bermaysan, sening hushing to'yilguningcha. Seni balang bo'lsa, balani ota tarbiya qiladi. Asliyat, nasliyatni tarixda ota tarbiya qiladi. Bu bo'lmagandan keyin seni balang erta hech kim bo'lib katta bo'ladi. Erta sen o'tgandan keyin buni mana shu qanaqa qiladilar-ku, qonuniy sud deydi, o'yingni ham qo'lingdan tortib oladi. Yiqqan molikiyatingni ham tortib oladi. Miniyotgan moshinalaringni ham tortib oladi. Seni baland ko'chaga ulujak tortib qoladi. Hali yatim qolgan qo'zidak mangrav qoladi. Bilasan? Chunki bunga boshqa hech narsa yo'q. Mana shu asl siyosat o'yini bo'ladi. Asl siyosat o'yini mana shu. Xo'sh, bizning ota-bobolarimiz mana shuni ochiq edi yo'llari.
Qaraysan, usunlar rais, usini ko'rasan, zavxoz, usini ko'rasan, rais, busini baqa qaragin, rais, poloni rais, poloni, bir Astonani uyiga SSSR zamoniga bir moshin uchun olib borib qamaydilar. Bizning uyga 4 ta moshin bor edi. Bilasizlar nima uchun? Chunki bu Astana avlod gapirayotgan avlod edi. Haq so'rayotgan avlod edi. Mana shunga ko'proq berib qo'ydilar. Tek tursin deb. Bular tek yashayverdilar. Nima Astana boy. Astana rais. Mana bu Astanani yeri, bu Astanani moli, bu Astanani moshini, bu Astanani qasri, bu Astananiki. Ular o'ldilar. Bizning bobolarimiz, otalarimiz o'ldi. Hammasini tartib oldilar. Yerlarni ham oldilar, fermalarni ham oldilar, mollarni ham oldilar. Hozir biz kim bo'lib qoldik? Savol. Biz kim bo'ldik? Hozir biz boraylik aytaylik, bu yer bizning yer edi. Bu fermalar bizning fermasi edi. Sud qaror chiqargan bu tojikniki. Qanday nur gapir? Nima uchun bilasizlar? Chunki bizni allanniga avlodlarimizni bular ana shu xuddi Amerikani qilgan ayshi ishratdan bularga ayshi ishratdan bularni yo'q qildi. Yeb o'lib ketdilar. Bular na tarix uchun xizmat qildilar, na maktab ochdilar, na milliyatini tikladilar, na haqini so'radilar, na bir kitob qildilar, na orqasidan kelayotgan naslni qalliqlarni bular bir qarlu g'ururidan katta qilmadilar. Chunki bular tarixini bilmaydi. Nima desin bechoralar? Hozir bugun qaysi bir qalliqni so'ragin qoni tarixingni bilasan deb aytadi, yo'q. Axiriga keldilar, aytdilarki, qalliqlar bular ko'chmanchilar edi, biz tojiklar bularni yo'l berdiklar yashash uchun dedi. Tamam. Qo'rg'ontepani Qirg'ontepa dedilar, bo'ldi tojiki. Qorateginni Qarotegin dedi, bo'ldi tojiki. Qizil suvni oldilar, Sirxob dedi, bo'ldi tojiki. Yaxshi suvni oldilar, Yarchi suv dedi, bo'ldi tojiki. Havolikni oldilar, Havoling dedilar, bo'ldi tojiki. Qoratog'ni oldilar, Qaratog' dedilar, bo'ldi tojiki. Teshiktoqni oldilar, Kiyishikov dedilar, bo'ldi tojiki. Ya'ni ki asl nomlar ketdi. O'sha qolgan qutgan nomlar bor edi. Nimaga buni bizni bobolarni, otalarini zamoniga qila olmaydilar bu narsani, nomlarni alishtira olmaydi? Chunki ular to'ra kelaydilar. To'xta. Bo'ra bu emas-ku deydi. Aytadi-ku, hali qo'yda haliga ham o'sha emni beradilar, suvni beradilar, o'sha so'yishdan haliga bug'doy beradilar, arpa beradilar, suv beradilar. O ma'no emas-ki, sen u qo'yni yaxshi ko'rasan, bug'doy berayotsan, arpa berayotsan, suv berayotsan. Yo'q, uni allatayotsan so'yish uchun. O'zi yeb tursin, yarim soatdan keyin kallasini olasan. Hatto shu yegani arpasi tanasiga hal bo'lmasdan kallasini olasan. Aynan mana shu usuli siyosatlar sizlarni boshiga keldi, qalliqlarim. Chunki bir millat agar o'zining tarixi, huviyati, nasli o'zini tanimasa, uni har narsa qiladi. Mana bugun ozod olib turib, Rayhun, Jayhun, Sayhun, Bog'tar, To'xtar hammani almashtirib tayyorladi. Yashayotgan qishloqlaringni keldi aytdi, bugundan bu qishloqning nomi palon bo'ladi. Chunki bu sizlar nomini o'chirish uchun. Erta sendan keyin aziz qallig'im, seni balang aslan begona bo'lib qoladi. Aslan seni balang begona bo'ladi. Chunki bu usul tajriba bo'lgan 500 yil, 300 yil oldin bo'lgan, xuddi mana bu Amerikalarga o'tgan usullar, bular ishlab kelgan. Nimaga Rossiya keldi, O'rta Osiyoni oldi? Nima uchun mardum
o'rislarni buncha yaxshi ko'rib qoldi. Chunki o'rislar bularga o'risni o'zi och edi. O'risni o'zini xalqi xlebga, nonga, ochirga turaydi. O'rta Osiyoga asali qo'ymog'i maskani to'kib ayladi. Chunki yeyayotgan xalq, yeyayotgan og'iz deydi, u gapirmaydi. U yeb turadi. Bu usullar edi, dunyo siyosati usullari sizlarni boshiga ishlatildi. Sizlarki buni bilmadinga, bu narsani qadrini bilmadinga. Bu narsani tushunmadinga. Bugungi kelgan ahvollaring mana shu. Garillagan yashagan qalliq bugun zirillab yashayotibdi. Nima desa o'shani qiladi. Nima uchun? Chunki vaqtiga buni garillatib nonni berdi alliga. To'kdilar. Ular o'zi ojon bo'lsa bularga non berdilar. Bularga yo'l berdilar. Ha sen ular yotib turib o'zlariga tarix yozdilar. Ular kitob yozdilar. Sizlar nima yozdingiz? Hech narsa. Sizlar sargardon yeyishdan edingiz. Bilasizlar? Hali Tepaytog'on inakni ham sog'ishdan alin bichi kunjara yo bichi kamirkormani suvga ivo xasnan ivo alliga qo'yadi, keyin sutini sog'adilar. Bo'lmasa u inak soqqani qo'ymaydi. Alliga bamaza narsani qo'ygandan keyin xushli narsani u inak yeyishdan sargardon bo'ladi, lekin u tomonga sutini sog'ib ketadi. Bugun sizlarni mana shu ahvolga olib kelgan. Bugungi sizlarga qo'yilgan shanslar ham bugungi o'sha boylarimki yashayotsinlar, garillayotsinlar. Polvonlari xattiki mana UFC'larga urasizlar, xattiki bu polvonlar bu tomonga uraydigan polvonlaring sizlarga yo'lni ochib qo'ygan. Uringa tez. Hali ham bugun o'sha yana bir o'rislar aytgan yana bir pokoleniya, ya'ni bir nasl shu o'rtaga meni sen o'stirgan. Mana shu meni sen o'taynik. Balang, seni balang, meni balam agar kuchukda azobi bilan yashamasa, kuchuk seni balangdan, meni balamdan agar baqadir bo'lmasa bu yerga, men o'zimga tukurdim. Shu qiyomatga ki men yaqamdan tutdim. Hamma gunohimni olaman. Chunki bizni bobolari bugungi bizdagi yashamagan. Ular eng birinchi gapiraydigan odamlar bo'lgan, marakalarga ham boshqa joyga. Bizning otalar undan pastroq bo'ldi. Bugungi biz pastga tushdik. Ya'ni bir nasldan keyin kuchuk xalqdan baqadir bo'ladi. Chunki sening nasling tarixini bilmaydi, sening nasling o'z qadomatini bilmaydi. Chunki bugun meni sen bu narsani qilmadik. Yasamadik. Azizlarimiz, polvonlarimiz, qahramonlarimiz odamlarni qara nimalardan qahramon, o'g'ridan qahramon yasayotdilar. O'g'ridan qahramon yasayotdilar. Bizni qahramon bu ko'p zo'r odam edi. Bu palon odam edi deydi. O'g'ridan qahramon yasayotdilar. Bilasizlar? Neki meni sen shayxlarimiz, avliyolarimiz loyshivoqqa yotibdi, loyshivoqqa. Bilasan shuni azizim? Bugungi buni ahvolini qara. Bu ahvolni qaragan. Bilasan? Chunki agar millatga tarix bo'lmasa, g'urur bo'lmaydi, nomus bo'lmaydi. Millat g'ururi, nomusi tarixiy bilan bo'ladi. Tarixi bo'lmagan millatda g'urur, nomusi bo'lmaydi. Bugun azizlarim, qaliqlarim, sizlar oyoqlaring taygulay har bir talaring. Xo'sh? Birlashinga, qo'llashingga bir-biringni. Mana shu Rossiyaga sizlar, boshqa joyga sizlar. Bugun qaytinga. Mana bugungi shu yer Tojikiston deb yozilgan yerga men sizlarga 100 ta tarixiy joy topib beraman. Ki 1000 yil, 800 yil, 1,5 yil bo'lgan mana shu yerlarga qalliqlarni
davlatdorligi, yeri, qishloqlari, mozorlari yotibdi. Men sizlarga topib beraman. Tarix mana shu hamma narsa Xitoy xronikalariga har bir narsalar topasan bular yotibdi mana shu yerda yozilib yotgan. Shu yerlar sizlarniki. Turinga tarixlarini himoya qilingan, maqbara so'zlangan. Mardimni qarang, yo'q yerdagi bilmayman bir kim yotibdi yura, bir o'ris yotibdi bilmayman, kim yotibdi yura, bir turk yotibdi, bir qaliq yotibdi. Uni olib turib Hazrati faloni faloni Hazrati bulxu mulxu Hazrati Nuh deb o'zi bir tasini ko'rsataysizlarga. Endi buni men ko'rib turib bilmayman boshqa o'sha kulsam edi, yig'lasam edi. Buni sizlarga qo'yib ham berishim kerak. Mana. To'xtab. Bir tog'ni ustiga даромадгоҳи мақбараро дар навор мебинед ва ҳозир мо барои шумо мақбараро аз наздик яъне нишон медиҳем. дар мавриди ин мақбара бениҳоят суханҳо бисёр аст. гӯё ки дар ин минтақа пайғамбар Довуд хоб бошад ва якчанд далелҳо bu maqbara Dovud yotibdi bu yerda deydi. Tog'ni ustiga kelib Dovud yotgan, Hazrati Dovud deydi. Hali erta akşam Hazrati Nuhni ham shu yerdan chiqaradilar, shu yerda deydi. Kelib shu yerda o'lgan deydi. Tarix yasayotdilar bular. Maqbara yasaydi. Nasllarni g'ururlantirib katta qiladilar bular. Yasayotibdilar. Kim buni ekspertiza qildi? Qaysi tarixga yozilganini, qaysi diniy manbaga bu narsa yozilganini? Davud payg'ambar deydi, mana Tojikistonga yotgan deydi. Keling deydi. Qaysi zamon o'tgan Hazrati Davud? Ha? Islomdan alini o'tib ketgan. Mana shu yerda yotibdi deydi. Maqbarasi deydi ki. Uni girdini qarang, u devorni qarang, g'ishtdan bishiq g'ishtdan urib ustlarini yopib, ichlarini gilamla taylab, o'zimga ichlarini ham ko'rsataysizlar endi buni. Chunki buni hamma gaplarni qo'ymay. Qo'linla taylangan ichiga. Xo'sh. Ichiga qo'linla taylangan. Xo'p, ketdik mana shu yerda. Qarang. Ko'ryapsizlar. Bir tog'ni uchiga yotgan, qaysi bilmayman, yo'ra kim yotibdi noma'lum, bodi yo'qdi, yo'ra qaysi biron shikorga borgan odam, ovga borgan odam o'lgan yo'ra. Bu suyak topganlar bilmayman, nimadi? Hech bir dalil yo'q. İçini qolin pech qilib taylaganlar. U suratlarni ko'rasan, u hajni suratini qo'yganlar, u yo'ra hamma narsani ziyoratgoh deydi, Hazrat Davud yotibdi bu yerda. Xalq aytayotdi bu narsani deydi. Nega azizlarim? Sizlarni asl tarixlaring turibdi, jonlarim, o'laysizlarga. Bilmayman sizlarga nima bo'lganini o'zi asli. Buni qarang. Chappa bo'lib yotibdi. Bu dalil tarix turibdi. Dalil tarixi turgan. Buni qarang. To'prog'ini qarang, o'laysizlarga. Aziz qaliqlarim, oyoqlaring tagiga birdan gapni ko'p qilmay. Endi misol olib kelsa, ko'p narsa olib kelamiz. Bilaman, sizlarni siyosatdan uzoqroq qo'ydilar, sizlarni aytdim-ku, endi yo'l ochib berdilarki, sizlar aysh ishratga berilib ketinglar. Sizlar bugun mana shu musiqiga berilib ketganlar, ko'raman shu qalliqlar Xudo rahmatali amakim aytgandek bitini to'kib o'ynayotibdi. Raqosa bo'lib ketgan. Bugun
artistligini ochib qo'ygan. Bugun laqay qalliqni ko'rasan, laqaydan ta buncha artist ko'payibdiki o'ylaysenga, bu laqayda prosto odam qolmabdi, hamma artist bo'lgan. Bugun sizlarga shu yo'lni ochib beradi. Keting. Aysh, ishrat, o'yin, musiqa, hay hay, hoy hoy, kamera, to'y, mana kiyim, yasha. Bu yo'lni sizlarga ochib beradi. Bugun sizlarga mana shu yo'l ochilgan. O'yin, kulgi, raqs, ko't qimillatish, mana shu musiqa, bilmayman, raqobat, artist, kamera, hamma narsani qilib bergan sizlarga. O'ynanglar, kulinglar, yuringlar. O'ram o'ynayotdi, bir laqaylarni ko'raman. Endi bir Ibrohimbekdan asli raqqosa bo'lib ketganiga bu boshqa aytishga gap yo'q bular. Bugun sizlarga mana shu narsalar to'g'ri keldi. Yo sizlar qaytib so'zlaysizlar, o'zlarini tiklaysizlar, yoki berilib ketaverasizlar yo'l ochishga. Sizlar siyosatni o'qimagansizlar. Sizlar bilmaysizlar siyosat qanday ishlaydi. Ya'niki siyosat bir mashina deydi, ko'rasizlar. Вот машина как с тобой управлять, как тобой управлять. Har bir narsalarni 100 yillab eksperiment bo'lgan narsalarni ishlatadilar boshlarini olib kelib. Nima qilish kerak? Sizlar yo'q bo'lib ketishing uchun. Bilasizlar? Shu uchun yo'llarim sizlarga endi ko'p narsani aytsam yana ko'proq bo'lib ketadi. Oyoqlarim tagiga o'lay. Hali men biron karta qo'ygan yo'qman, birontalaringdan pul degan yo'qman. Neki biz o'zimiz qildik sho'ra qo'limizdan kelguncha. Men bilaman, men Tojikiston siyosatiga 10 yil bir katta harakatga, katta siyosatga bir naqshi, bir kalida odam edim. Tojikistonga men terrorist, ekstremist deb surganlar. Bu narsalarni men yaxshi tushunaman. Kim mendan aloqaga bo'lsa, Tojikistonga tojiklar mana shu usulni tutganlar. Shu kim salom qilsa meningdan, kim telefon qilsa, kim bo'lsa uni hammani borib qiynab, qo'rqitadi sizlarning boshiga. Mana shu zulm qiladi, zo'rlik qiladi. Buni tushunaman. Shu uchun ham men harakat qilaman sizlar bilan ko'p, ya'ni aloqa bo'lmasin, yaqinroq bo'lmaylikki, sizlarning o'ylaring qiynamasin. Chunki bugun agar sizlar hammalaring bir g'ururlaring to'g'ri kelsa, sizlarni hech kim qiynolmaydi. Masalan, meni Tojikiston terrorist, ekstremist deb mana jahon kovlashiga berdi. Interpol deydi. Bir qalliq to'g'ri kelmadi, aytmadi. Bereke Vasiliy, sen kimsan? Sen qalliqni balasini qaysi asnoddan terrorist deysan? Nima asnoding bo'ldi qo'lingga? Topolasan bir narsa. Maydonga chiqmadi. Bir qalliq himoyaga yo'q, arqadan yo'q-da bir qalliq. Himoyaga yo'q. Keyin u maydonga chiqsa, aytsa bereke Vasiliy, kimsan sen qoni qalliqni balasini terrorist deysan? Sudi oliy, o'sha oliy sudlarni bereki. Chiq bera javob ber. Dalil ke sen qalliqni balasini kimsan sen terrorist deyotsan? Qanoq sen buni dunyo международный Interpolga berasan? Kimsan sen? Daliling bor deb bir qalliq chiqib so'ramadi. Qo'rqadilar qalliqlar. Qo'rqitib qo'yganlar. Agar shu narsani bizni bobovimizni zamoniga qilsa edi, hatman qolgan qalliqlar to'g'ri kelaydi, aytadi, bereke ukangni seni deydi. Qardan oling sen buni yomonligini, qoni dalilingni olib kelra deydi. Tuyoqlarini olib turib, miltiqlarini, qilichlarini olib kelaydi boshiga. Chunki ular u zamonga biron qalliqni, bironta terrorist, ekstremist, yomon odam deya olmaydi. Chunki qalliqlar o'zlarini taniydi uchenga. Millatini taniydi, asliyatini taniydilar. Ularga faqat shu yeyish, ichish berdiki, shu ular hushlari yeyish, ichishga bo'lsin, kayf qilishga bo'lsin, xotin olinga, yenga, ikkita olinga, uchta olinga, yenga deb ularga to'kib berdi. Bugun bu narsalarni men tushunaman. Bugun bilaman, sizlar ko'ping qo'rqasizlar meningdan gapirishga, meningdan birlashishga, yanimga turishga. Bilaman sizlarni anavi bir g'urur, bir qarliqlik narsa, milliyat narsa sizlarga yo'q hali. Chunki bu narsa tushib ketgan. Immunitet deydi-ku, o'sha immunitet tushib ketgan sizlarga. Bu narsani tushunaman. Men har bir talaring bilaman, oyoqlaring tagiga o'lay. Men xafam bo'lmayman sizlardan. Chunki men bilaman. Men tarixda o'qidim, men siyosatda o'qidim.
men ko'p narsani o'qidim. Men tushunaman azizlarim, sizlar qay holatdasizlar, men qay holatdaman. Men bu narsaga sizlardan xafa ham bo'lmaymanki, meni qaliqlarim meni yanima turmaydi, meni qo'llamaydi degan narsadan men xafa bo'lmayman. Men tushunamanki, sizlar hali bilmaysizlar nima gapni. Sizlar hali tushunmaysizlar millat nimadir. Men bu narsani tushunaman. Shu uchun azizlarim, sizlar o'ylamangki men sizlardan biron xafa bo'laman yo bilmayman erta bir narsa bo'lsa keyin men sizlarni mensimayman. Bu narsa yo'q. Oyoqlaring tagiga har bir talaring men uchun azizsizlar. Men sizlarni bir balalaringman, bir farzandlaringman, bir o'g'lilaringman. Men sizlarni qonlaringman, sizlar meni qonimsizlar. Sizlar meni akamsizlar, ukamsizlar. Sizlar meni otamsizlar, ochamsizlar. Sizlar menga begona emassizlar azizlar. Men shu maydonga keldim, o'zimni qurbon qildim, shu maydonga chiqdim haq uchun, millat uchun. Bu o'zim uchun qilgan yo'qman. Men buni har bir qaliq millat uchun chiqdim. Oyoqlaring tagiga sizlar o'ylamang, men tushunaman har narsani. Neki bugun aytamanki, aziz qaliqlarim, mana shu Qaliq boboni maqbarasini qildik. Mana Qarluq bobo masjidini Kobulga qurdilar. Aziz qaliqlarim mana birlashib, mana bugun Qaliq bobo maqbarasini quramiz. Shu narsaga endi qurgandan keyin shuni bir xushroq qilib turib, bir tarixiga arziydigan qilib, bir marmar toshlar qo'yib, buni men aytdim-ku, dizaynini qildilar, dizaynerlarni qildik. Mana shu ahvol yotgani, meni senga nomusda 800 yillik Qaliq tarixi avliyosi. Mana shu ahvol yotsa agar meni senga bir eng katta nomusda. Mana shu ahvol yotgani, bu meni senga nomus o'ylay. Loyshivoqdan yotib. Shuni o'zlaring birlashinga, azizlarim, o'zlaring birlashinga, o'zlaring oralaringa bir ko'taroq odam bo'lsa, bir tushunaydigan odam bo'lsa, birlashinga. Mana Rossiyagasizlar, boshqa joygasizlar, bir-biringga telefon qiling, aytingga, qoni keling, biz mana shu yerda ishlayotdik, yo mana bu yerda yashayotdik, biz shu odamlar mana bir to'pladik, mana qo'limizdan kelgan narsani to'pladiklar bizlar. Shuni qarga beraylik. Shuni bir-birlaringdan yig'ib, mana shu Afg'onistonga buzurg'or, mana shu katta odam, yosh katta odam, aziz odam, Qaliq, shu narsalarni boshiga turaydigan odam bor. Men aytaman sizlarni, ya'ni o'zlaring aloqaga chiqinglar, o'zlaring gapiringlar, o'zlaring tanishinglar bir-birlaringdan, o'zlaring qiz beringlar qaliqlaringga, o'zlaring qiz olinglar qaliqlaringdan. Yana yaqin bo'ladi bu narsa. Biz ancha bo'ldi tarixga biz uzoqlashib qoldik. Bizni siyosatlar bo'ldi, bizni siyosatlar begona qildi, Qaliqqa begona qildi. Shu narsani oradan olib ketinglar, tanishinglar. Agar kuchlaring yetsa, qo'llaringdan kelsa azizlarim, mana shu Tojikistondan olib, mana shu kerakli narsalarni kerak bo'lsa, biron o'sha yerda yasash uchun tajhizotlar kerak bo'lsa olib. Agar ishlayman yo borib men o'zim Qaliq bobomni tariximga yasashiga, o'shani qurishiga men o'zimni kuchimni, o'zimni sahmimni beraman desang ham, o'tib bo'lgin, ana u tomonga Qaliqlar seni mana shu kutib oladilar. Non ham beradilar, joy ham beradilar, hamma narsani sen ham bo'lgin. Yo'q, agar bir narsa yo'q, mablag' beraman, shuni yig'amiz biz kerakligini berayliklar o'sha Qaliq bobomizni. Bizda ham tarixiy bir shahomat bo'lsin. Bizda ham bir qabristonimiz, bir buzurgimiz, bir avliyomiz, bir maqbaramiz, bir shahomat bo'lsin desa, azizlarim o'zlaring bilasizlar. Oralaringga yig'inglar, birlashinglar, o'tkazinglar, qilaylik shu narsani. Agar sizlar qilmasanglar, bugun ham o'sha g'arib xalq, o'sha bechara xalq, o'sha hamma joyga darib bog'langan xalq, Afg'onistonning qaliqlari, bechoralar
hech joyga ularni borolmaydi. Sizlar bilasizlar, dunyo siyosati Eron, Afg'oniston, Pokistonga ko'p qattiq taqiqlar qo'yilgan. Ular bir joyga viza olib chiqa olmaydilar. Qiyin ularga sharoitlari. Agar sizlar qilmayman desanglar, yana o'sha bechoralar, yana o'sha to'plagan o'sha 200 pullari bilan yana loyishuvoq qilib qo'yadilar. Agar sizlarni tarixi mana shu loyishuvoqqa arziydigan bo'lsa, sizlarni millatlaring, sizlar o'zlaringni bir loyishuvoq deb bilsanglar qalliqlarim, sizlar o'zlaring betaraf olib turavering. Bu sizlarni nomusi, bu sizlarni imoni, bu sizlarni vijdoni, bu sizlarni bugun emas, balki nasllaringni sharafi mana shu Qarliq bobo maqbarasi ki 800 yillik seni muqaddamingni ko'rsatadiki, sen kimsan? Nomi Qadam bobo edi, Qadam. Neki o'zini men Qarliqman, Qarliq bobo, Qarliq avliyosi degan. Qadam bobo edi nomi. Muqaddam dedim, nomi yodimga tushib ketdi. Nomi Qadam bobo edi. O'zini Qadam Qarliq bobo deb nima qilgan. Ya'ni shu nom bilan tanishgan avliyo. Xullas jonlarim, eson-omon qo'linglar, jonlarim omon bo'lsin. Davlatlaringga davlat, barakatli barakat, fayz o'ylaringga hamma vaqt to'y bo'lsin. Neki bugungi bizni qilayotgan to'y shahomatimiz erta naslimizni og'ir kunga qoldiradi. Shu uchun bugun biz o'ylab aytadiki, 7 o'lchab bir kes. Boylikda ham joyi bor, kambag'allikda ham joyi bor. Bugun qarangki, biz shuncha shahomat bilan yashab turib, asliyatimiz pasportga milliyatimiz yozilmaydi. Lekin shuncha agar qiyinchilikka yashayotgan qalliqlar birlashib Afg'onistonga millatlarni qalliq deb yozdirganlar. Farqni ko'rdingmi, qaradi. Chunki qattiqlik asliyat tug'diradi. Osonlik asliyat o'ldiradi. Bugun shu uchun sizlarga ham ko'pincha oson ochib qo'yganlar darlarni. Sizlar yo'qolinglar tezroq. Berilib ayshi ishratga to go'rgacha borib o'zlaringni tiqasizlar, yo'q bo'lib ketasizlar degan ma'no mana shu jonlar. Xullas, oyoqlaring taygulay har bir qallig'imni sizlar men uchun azizsizlar. Agarki birontani xafa qilib qo'ygan bo'lsam, biron vaqt biron qattiqroq gapirib qo'ygan bo'lsam, inson bir achinasan bir narsaga, qattiq aytib yurasanki, o'ylaysanki, mana shu qattiq gapim shunga borib ta'sir qilishi mumkin deysan, ba'zi bir narsalarni achchiqroq aytasanki, o'sha qalliqqa borib iragiga tegsin shu achchiq narsa, shuni uyg'otsin degan narsa aytiladi. Agar shuni sizlarning iraklaringga qattiq tekkan bo'lsa biron gaplarim, men sizlarni hammalaringdan kechirim so'rayman. Biron gapim qattiq tekkan bo'lsa, neki hech o'ylamanglar, men sizlarni qoniman, sizlar meni qonimsizlar. Sizlar men uchun azizsizlar. Mana shu maydonga chiqdim. Mana shu hamma qiyinchilikni bo'yniga oldim. Hamma narsani bo'ynimga oldim. Turmasini ham bo'yniga oldim. Hamma narsani o'ldirsalar, shu tahdid qildilar, o'ldirmoqchi bo'ldilar. Hammasini men bo'yniga oldim. Men aytdim, yo'q, men millatimni tiklashim kerak. Tamom, bo'ldi. Men tayyorman qonimni ham to'kishga, jonimni ham berishga. Ko'rasizlar, o'yin buzilib ketdi. Har kuni Tojikistonga uydagilarimni, ochamni, ukalarimni turma kashak, milisa kashak qildilar. Akamni dori berib o'ldirdilar. Chunki akamni aytdilarki, akam chiqib video qilasan, gapirasanki, meni ukam devona, aqli kam, u har narsa deydi, u kasal edi vaqtiga, maydaligiga ko'p kasallar bo'lgan, u aqli kam edi. Shu narsalarni majbur qilganlar meni akamni, shu narsalarni chiqib video qilasan, biz kamerani qo'yamiz, sen aytasan shu narsalarni degan edi. Meni akam bo'yni olmadi, yo'q dedi, men aytmayman, chunki men ukam devona emas. Men hech vaqt men ukamni yomonlamayman dedi. Nima bo'lsa bo'lmasa men ukam dedi.
u sizlarni problemalari agar sizlarga yoqmagan bo'lsa, u meni ukam bo'ladi. Bir marta, ikki marta urdilar ham, zo'rlik ham qildilar. U aytdi qilmayman. Keyin allatdilar. Keyin u chiqdi menga aytdi. Men aytdim, mayli aka dedim, agar shu sizlarni tinch qo'yayotgan bo'lsa, chiqib aytavering, xalq o'zi biladi men kimligimni. Desam, akam yig'lab yubordi-da. Yo'q dedi, men bu narsani aytmayman. Keyin ular bildilarki, meni akam bu narsani aytmaydi. Meni akamni xohladilar, menga muxolif qilishdi. Aka-ukani urush qildirishni xohladilar. Tojiklarning maqsadi shu ediki, aka-uka urush bo'lsin. Ukasiga akasi muxolif chiqsin bir-birimizga. Lekin meni akam qilmadi. Yo'q dedi, qilmayman bu narsani. Keyin ular bildilarki, bizni muxolif qila olmaydi. Bu narsa ko'p uni boshiga fishorlar olib kelgan edilar. Ko'p urgan edilar. Ko'p addellarga kecha soat 2-3 kecha kelib milisalar olib ketaydi uni. Ko'p qiynadilar. Bildiki bu narsa fosh bo'ladi bir kun. Keyin dori berib o'ldirdilar. Dori berdilar, 2 haftaga o'ldi. 2 haftaga soz odamni jigari qurib ketdi. Mana shu nima deydi? Havo tartasan-ku, lyofki deydi. 2 haftaga qurdi-da. Shu bilmayman, u nima dori edi, nima berdilar unga. Keyin bildilarki, bu aka-ukani bir-biriga muxolif qilib bo'lmaydi. Mana shu akadan shuncha roziman, shu akadan aytaman-ku, meni akam ko'p arzishi katta men uchun. Chunki men o'zim aytdimki, aka, mayli ayt biror narsa, ayt devona de, nima desang de, shu sen orom bo'lgan o'shara qo'ysang ayt, yo'q dedi. Men hech vaqt tojikka bo'yinsinmayman dedi. Men aytmayman bu gapni. Kameralarni qo'yganlar, urganlar, aytasanlar shura ukam devona deb, aytmayman dedi. Men har bir tasini nomlarini qarga olib o'rgan hammasini akam bir boshqa telefondan menga aytaydi-da, mana shura bunoq qilib, bunoq bo'ldi, olib bordilar. Hozir mana shu narsani bir qiz ukamni boshiga olib kelganlar. Har hafta, har nimaga hozir mana qiz ukamni shu ishni qilyaptilar. Ola qizni kechasi keltirib adel olib boryaptilar. Mana bu tojikni asl o'zi. Mana shu asl o'zi mana shu. Qoni bir qalliq gapiradi. Hech kim gapirmaydi. Bilasizlar nima uchun bu narsani qiladi? Kelib bir qalliqni uydan hali erga tegmagan qizni kechasi keltirib adel olib boradilar. Keyin menga ham qo'rqitadilarki, nima qilmasang o'zi zino qilamiz deydi. Bilasizlar nima uchun? Chunki biladiki boshqa qalliq to'ri kelmaydi. Ular xohlamaydilar qalliqlarni uyg'onishini. Bugun qalliqni qizni boshiga mana shu narsani qiladi. Har bir qalliqlar bu milisa bo'lib ishlaydilar, mayorlar bo'lar, generallar bu, polkovniklar bu, mas og'zi yopiq. Niq deya olmaydi. Bilasizlar nima uchun? Chunki ularga ovqat bergan, ish berib qo'ygan. Ularga milliyat azizdi, qalliq azizdi yoki hozir ishlab turgan ishi, uyi, joyi, mashina topayotgan puli aziz. Bilasizlar? U ishlayotgan qalliq ishini tutadi. Xizmat qiladi. U nima bo'lsa bo'laversin. Bir qalliq turmaydi, aytmaydi, beraki, sen kimsan, sen qalliqni bir qizini kelib turib kechasi mashina ortib adel olib milisaxona olib borasizlar. Nima maqsaddan? Qoni sizlarning sudni qarori qoni, nima gapdi, nima emasdi, sizlar kim sizlarga bu haqni berdi degan narsani bir qalliq aytmaydi. Meni boshimdan o'tganini o'zim bilaman. Nima qilyaptilar bu tojiklar, nima fishorlar qiladilar. Meni 70 yoshdagi kampir o'chamni adel olib boradilar. Kampir davlenisi chiqqan, kasal bo'lgan davleni. Kampirda adel olib boradilar. O'g'lingni aytgin tek tursin, o'g'lingni ayt qalliq to'g'risiga gapirmasin, o'g'ling og'zini yopsin, o'g'ling tek tursin, o'g'ling dushmanlik qilmasin, o'g'ling mana shu har hafta mana shu ahvol bizda uyga bor. Har hafta videolari ham bor. Men qo'ymayman. Nimaga? Men harakat qilamanki, qalliq bilan tojiklar o'rtasiga nifoq tushmasin, urush bo'lmasin, kamchilik bo'lmasin. Men bilaman qallig'imni. G'azab otiga mingandan keyin u boshqa dushmanini ko'ziga qaramaydi. Kimsan sen?
kimmassan, kimni o'g'lisan, bu qallig'imni men bilaman o'zim xarakterlarini ki qalliq qanog'in. Shu narsa shu xalqning orasiga urush bo'lmasin deb men shu videolarni, o'sha narsalarni yoshliqqa necha syomkalar qilgan, men necha joylarga yoshliqqa kameralar qo'yib syomka qilib oldim ularni uyiga kelishlarini, kecha kelishlarini, go'daklarning ustiga yotgan joyga, xotinlarning ustiga hay tovustonga yengil kiyimlarni yotasan. Yotgan joyga boshiga kirib kelganlar men fonarniklarini yoqib, to'ra kelinga deb. Go'daklar chag'illab yig'lab yotibdi. Men bu narsani hammasi qo'lima bor. Vaqti keladi men har birtasidan so'rayman bu narsani javobini. Men bu narsani qo'ymayman buni. Neki bugun aytaman aziz qalliqlarim, turinglar. Mana shu narsalar men qalliq deganim uchun boshima kelgan narsa. Erta seni balangni boshiga keladi. Yo seni balang qul bo'ladi. Mana shu ikkisidan biri bo'ladi. Yo agar ertaga balang aytsa men qalliqman desa boshiga mana shu kun keladi. Haqqing yo'q tarixingga, haqqing yo'q tilingga, haqqing yo'q kitobingga, hech narsaga senga haqqing yo'q. Farhangingga haqqing yo'q, hamma narsani tartib oladi. Meniki deydi. Sen agar niq degin agar boshingga mana shu kunni olib keladi, erta seni balangni ham boshiga mana shu kunni olib keladi. Agarki bugun sen tek turishda agar o'zingga ixtiyor qilgan bo'lsang, men fikr qilmayman erta seni balang tek tursa. Chunki meni otam tek turgan edi. Meni otam o'ylamagan ediki, ertaga meni balam to'ra keladi, u o'z tarixini topadi, qallig'ini topadi, siyosatga boradi, siyosat o'qiydi, tarix o'qiydi, to'ra keladi, haqqini so'raydi. Meni otam 7 yotib, bir marta tushiga bu narsa kirmagan. Nega bugun men qildim shu narsani? Sizlar ham o'ylamagan narsani erta balalaring qiladi. Sizlar aytmangaki men tek turdim, men balam tek turadi. Seni balang sen bo'lolmaydi. Shu narsani yaxshilab o'ylang azizlarim. Bugun sizlar uchun eng tillo vaqtki sizlarni boshiga mana shunaqa odamlar ko'ra kelgan, tarixidan ham, farhangidan ham, hamma narsasidan, siyosatidan ham ma'lumoti bor, biladi. Sizlarni yig'ay deydi. Birlash tarixingni, maktabing bo'lsin, erta seni sentr kulturang bo'lsin, farhanging bo'lsin, kitobing bo'lsin, seni balang o'zini qalliqman deb tanib o'ssin. O'z tarixingdan maqtanib yashasin. Asliyati yo'q odamning nasliyati yo'q, nasliyati yo'q odamning imoni ham yo'q, dini ham bo'lmaydi. Chunki u o'zini aslini himoya qila olmagan inson. Ezolomon qo'lingga. Xudo qilsaki tushungan bo'linglar men aytgan gaplarimni va oralaringga pul yig'inglar, keraklik pulni men uchun emas, tarixing uchun, nasling uchun, asling uchun, erta oyandang uchun. Mana shu Qarloq boboni qancha agar biz shahomatlik qilib yasasak, o'shancha bu seni obro'ng bo'ladi. Qancha baland yasa, qancha xo'shlik yasa, qancha masjidini xo'shlik qil, qancha allidan o'taydigan yo'lini xo'shlik qil, daraxtlar tik, suv chig'or, hamma sharoitni o'sha joyiga Qarloq bobo maqbarasiga qilgin. Qancha agar shahomat qilsang, shuncha seni obro'ying mana shu narsa. Mana shu loyshuvoq seni obro'yingni nol qilib qo'ygan, mana shu sifrga tushirgan mana shu loyshuvoq. Erta Qarloq bobo maqbarasi desa, u yotasan ko'rsatishga sen. U yotasan. Lekin shahomati bo'lsa, iftixor qilib telefonlaringni ustiga suratini qo'yasan. Qarloq bobo maqbarasi deb. Ziyoratga borasan, otangni, ochangni olib borasanki, mana shu Qarloq bobo bizni avliyomiz, bir duo qilaylik shura deb. Sen borasan. Chunki bugun mana bu ahvoliga sen qochasan Qarloq, o'zing qochasan, hali qolganlarni tursin. Umid qilamanki tushungan bo'linglar, umid qilamanki dark qilgan bo'linglar va oralaringga yig'inglar. Videoni har bir qalliq bor taylanglar, ko'ringlar. Endi sal uzunroq bo'ldi, bilaman, vaqt yo'q odamlarga ko'rishga. Lekin harakat qildimki, necha misollarni sizlarga tushuntirishga. O'yin bu narsadan o'zlarini tartinga, aysh ishratdan tartinga,
har bir narsalaringni o'z tarixlaring uchun, balalaring uchun masraf qilinga, milliyat huviyating uchun masraf qil. Farzandingni g'urur bilan tarbiya qil. Uni olmaski tojik kelib turib uyingni ichidan yotgan soat 2 kecha kirib turib uyingga balangni o'chkini sagra qolgan balasidek mangratib turib oyog'idan quloqlaridan tepib qo'lini yo'rab turib xizmatga olib ablava qilib olib borsan. Sen bu haqni bermagan. Bu seni balang biladi. Sen balangni himoya qila olmaganing bugun mana shu g'ururni yo'qligidan, nomusni yo'qligidan, vijdonni yo'qligidan keladi mana shu qo'yda qilib turib balangni mangratib so'grab olib ketadi allingdan. Ko'zing cho'r lip etib qarab turasan, bilasan nima uchun? Chunki bilasanki, seni orqangdan ikkinchi qalliq kelmaydi. Sen gapirsang seni olib borib turib uradilar, turma qiladilar, addelga olib borib milisaxonaga uradilar. İkinci qalliq seni orqangdan kelmaydi. Bilasan nima uchun? Chunki ikkinchi qalliqqa ham qalliqlik hissiyoti yo'q. Millat bu hali o'rislar aytgandek, milliyat bu krasniy zona bo'lishi kerak. Qirmizi deydi-ku, milliyat bu qirmizi xat. Undan bu millatga o'tgan odamni qo'ydi po'slagandek po'slab qaytarib jo'natish kerak. Milliyat, qarluq, uni uyiga kirish, uni uyiga beijozat kirish, uni uyiga hamla qilish, bir qalliqni balasini ko'chadan tutib olib ketish, bu narsa bu millatga qo'l uzatish xati qirmiz bo'lishi kerak. Bu narsa qachon bo'ladi? Har bir tangni ehsoslaring, bu asllaring to'g'ri keladi, birlashasizlar. Yani shu aziz polvonlar, shu azizlarki bugun tojikda xizmatiga milisa va harbisiga ishlab yurgansizlar, bugun o'zlaringga qaytasizlar. Ana u chog'iga hech bir ta g'ayrat qilmaydi kelib sen balangni qo'ydak mangratib olib ketishga, uyingning ichiga kirishga. Bugun 4 ta tojik bir mashinadan bir katta qalliq yashaydigan qishloqqa, mahallaga kiradi, kelib 4 tadan bir uydan kirib turib qalliqni bir balasini mangratib turib tartib mashina o'rtadi. Bir qishloq qalliq ko'zi baqrayib qarab turadi. Nima bo'ldi? Tamma deydi. Xayriyat meni o'g'limni ko'rmadi. Buni ham ko'rsa olib ketaydi. Bilasizlar? 4 tojik mana bu g'ayratni qiladi. Chunki sizlarga mana bu ehsos o'lgan. Bilasizlar? Agar shuni po'stini shilib turib, shuni ossang o'shani ki bu yerga kirish uchun bu qalliqni balasiga ana u choq biladiki, o qalliqlar balasiga tegmaginki, keyin biladi nima qilishdi deb. Eson-omon bo'ljonlarim omon bo'lsin. Har bir azizlarim, qonimsizlar, jonimsizlar. Men shu yo'lga to'yilganimchaman. Men bu yo'lga qon to'kishimni, o'zimni qonim to'kishini, boshqani qonini to'kishini sharaf bilaman. Sharaf, iftixor bilan o'laman, iftixor bilan o'ldiraman. Har kimiki qalliq uchun va shu chiqadi qalliqni o'ziga, qalliqni tarixiga tegadi, qalliqni nomusiga tegadi, qalliqni bir bilmayman bir odam hisoblamaydi. Men o'ldirishni bu yo'lga o'zim uchun sharaf bilaman. Men mana shunday bir qalliqni balasiman. Xo'p, jonlarim, sizlarning ijozatlaring bilan xayrlashamiz sizlar. Harakat qilingan qalliq boboni maqbarasini bir shahomat qilib turib so'zlaylik. Xudo yorlaring bo'lsin.